APD avtomatiskiy pust dvigateli. Yana bizda dvigatellarda himoya uchun ham ishlatiladi. O'ta yuklama, qisqa tutashuv toklari va fazalardan biri qolganda ham bu himoyaga o'tadi. Bu bizda APD-32 EK firmasining avtomati bo'lsa, bizda shuningdek buni ikkinchi turi bor, GV2P. Ularda faqat mana bu yerda perключателga o'xshash burg'ati bo'ladi. Perключателning taqa. Shuningdek APD-80 bo'ladi. Ular kattaroq dvigatellar uchun. Bizda mana bu APD-32 20 vattdan 15 kilovattgacha bo'lgan dvigatellarda ishlatilishi mo'ljallangan. APD-80 esa 18,5 kilovattdan 37 kilovattgacha bo'lgan elektr dvigatellar uchun mo'ljallangan. Tepa qismi latundan bo'lib, bunga emas yoki alyumin qismini ulash mumkin yoki kabelni. Bu qismi esa misdan bo'lgani uchun albatta mis kabel va imkon qadar albatta nakonechnikda, masalan, NSHV nakonechnikda bo'lgan ma'qul. Bu ulanadigan qismlari bizda APD-32 uchun 1dan 6 mm kvadratgacha bo'lsa, APD-80 esa 2,5 mm kvadratdan 25 mm kvadratgacha bo'lgan kabel sig'ish uchun mo'ljallangan. Bu bizda bu qismi yashil bosilganda yonadi, qizil bosganda o'chadi. Yashilni bosgandan keyin bu yerda test belgisi bor. Buni surganda, shapka sursak o'chadi. Shunday qilib tekshirib olish mumkin. Mana bu qismida mana tok ustavkasini qo'yish mumkin. 1,6 amperdan 2,5 ampergacha. Demak, nominal bu tokiga himoya tokini qaraydigan bo'lsak, bu 550 vattdan 750 vattgacha bo'lgan dvigatellarda ishlatish mumkin. Albatta tepa kirish bo'ladi bizda, past chiqish qismi. 6 oyda bir marta qotirib turish kerak. Ventlarini qotirishga keladigan bo'lsak, ularda bizda APD-32 va GV2P uchun 1,7 Nm bo'lsa, APD-80 uchun 5 Nm dan kam bo'lmasligi kerak. Agar tashqi qismida biror singan, yorilgan qismlari ko'rinadi kuzatiladigan bo'lsa, bu albatta brak hisoblanadi. O'ta yuklama toklarda 1,05 barobardan oshganda x soatdan oshiq muddatda, 1,2 barobar oshganda x soatgacha, 1,5 barobardan oshganda x sekunddan 10 sekundgacha, 7,5 barobardan oshganda, albatta ko'p bilan 2-10 sekund oralig'ida bo'lsa, bizda 13 barobardan oshganda 0,2 sekundda o'tishi kerak. Ya'ni uning himoyasi shunga mo'ljallangan. Buni kategoriyasi A kategoriya bo'lib, odatda bu kategoriya avtomatlar 8, 10, 12, 13 barobargacha. AV tipdagilar D kategoriyasiga salkam to'g'ri keladi desak ham bo'ladi. Yana bizda boshqa avtomatlar ham bor, uning kategoriyasi bilamiz. A kategoriya, B, C, D, K, Z kategoriyalar bor. Buni unga daxli yo'q. Bu kategoriyasi alohida kategoriya hisoblanadi.